Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Ilhom Qahhorovning "O'qing, faqat yig'lamang" nomli kitobida bir hikoyaga ko'zim tushdi. Uni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Maktab 3-sinf o'quvchilariga dars bo'lyapti. O'qituvchi bolalarga "Xudodan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz?" mavzusida insho yozishlarni vazifa qilib topshirdi. Hamma oppoq qog'ozga o'z inshosini yoza boshladi. Kechqurun yozma ishlarini tekshirarkan, o'qituvchining diqqatini bir insho o'ziga tortdi. Inshoni o'qib chiqarkan, u juda xafa bo'ldi. Ko'zlaridan yuziga yosh dumaladi. Shu vaqtda xonaga uning eri kirib keldi va ayolning ko'zidagi yoshlarni ko'rib hayron bo'ldi. "Nima bo'ldi?" so'radi u. "O'qing", deb unga o'sha o'quvchining inshosini uzatdi. Insho quyidagicha yozilgandi. Parvardigor, bugun sendan alohida bir narsa haqida o'tinib so'ramoqchiman. Meni televizorga aylantirib qo'y. Ha, xuddi uyimizdagi televizorning o'rnini egallashni istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Gapirayotganimda gaplarimni bo'lishmasin. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmasligimga ishonishsin. Diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladi. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganda ham meni e'tiborsiz qoldirmaydi. Qaniydi, ota-onam hamma narsani tashlab, har kuni ozgina vaqt men bilan birga bo'lishsa. Parvardigorim, balki ko'p narsa so'rayotgandirman, lekin chin dildan so'rayapman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'y. O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lgach, hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi-ku bu. Bechora bola. Yig'layotgan ayoldan baland ovozda so'radi. O'zi qanday ahmoq ota-ona ekan ular? Odam degani ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahzun javob berdi. Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Bolalarimizni bolaligini o'g'irlayotgan, gadjetlarga sarflayotgan vaqtimizni ozroq chegaralab, ko'proq bolalarimizga vaqt ajrataylik. Sizlar bilan Qalb sahifasi kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.